Shoxtarib yurgan ayollarimiz uchun zo'r ish topib berganmiz katta korxonaga. Assalomu alaykum. Tog'a charchamayapsizmi? Danjonistonmi? Qanaqa ishchilar zarur tog'a bu joyga? Endi bizga mutaxassis chevarlar kerak bo'ladi. Bilmagan ayollarimizni ish bilan o'rgatamiz. Bizda sharoitlar hozir juda hamma yo'q, keng sharoitlar yaratib qo'yganmiz. Hamma viloyat bo'yicha avtobuslarni, transportlar bor. Viloyat bo'yicha olib kelgan bor. Mana hozir Ramazon oyi uchun ish vaqtimizni sal qisqartirganmiz ayollarimiz uchun. 8 dan 4:30 ga qo'yganmiz. 8 dan 4:30 ga qo'yganmiz ayollarimiz uchun. Endi bor o'zingiz bilasiz, iftorliklari, boshqalari bor, yuvishlari bor, o'shaning uchun. Hamma sharoit yaratganmiz. Mana bizni ish boshlagan joyimiz ko'rib turganingizdek shartdan tovarlarimiz keladi, liftga ko'tarilib, mana xomashyalarimiz kelib tushgan. Rossiya bilan shartnoma asosida ish qilinadi. Mana yuraveramiz. Mana pichiladi. Mana qizlarimiz tovarlarni solishyapti, nastil qilinadi. Bu yerdan o'zi kesilib, pastlarga har bitta andozalar bo'yicha kesiladi. Ko'rsating pichishayotganini mana. Ish jarayonlari mana bo'lyapti, mana tayyor mahsulotlar pichilganlarni namlar qilib, suderlarni pichiladi hammasi. Pichilib, shu andoza bo'yicha kesiladi mahsulotlarimiz. Mana kesilgan mahsulotlarimizni har bitta narsamizni har bitta detalimiz raqamlanadi. O'sha chevar qizlarimizga oson bo'lish maqsadida raqam qo'yiladi. Har bitta narsaga raqam qo'yiladi. Chevarlarimiz adashmaydi. Mana bu yerda qizlarimiz har bitta chiqqan detallarni tekshirishadi. Biragini alohida, yaxshisini alohida qilib, shu ko'zdan ko'rib qilinadi. Endi bizni tayyor kesilgan mahsulotlarimiz mana tayyor o'zi pastga tikilishga tayyor turibdi. Bularni mana hozir bizda shunaqa bir yangiliklar kiritilgan, karta asosida tushiriladi. Karta asosida har bitta ishimizni kartalar yozilgan. Har bitta chevarimiz kim qiladi? Bu chevar qilib karta uriladi. O'zi har ishlagan ish haqi kunda. O'sha chevar qizimiz qancha ishlayapti oylikka bir kunda? Masalan 300 ming, 150 ming, 200 ming ishlaydi deydi. Shu kartani urganda chiqqan ishi narxi oyligi avtomatik ravishda hisoblanadi. Ilgaridaqa verimiz verimiz qilinmaydi. O'zi ko'rib turadilar. Mana qizlarning uchun sharoit yaratilgan, omdaqa kartalar beriladi. Mana qizlarimiz hattoki bu nimaga rasmlari bor. Rasmlariga bor. Har bitta kelgan ishni urib turishadi. Urishi mana bunga uriladi. Bu qizimiz bugun qancha ishladi? Necha pulga ishladi? Necha soat ketdi? Vaqt ketdi. O'zlari ko'rib turadi oyligini. Endi bizning xonada ham to'rtta planshet bor, televizor bor, uni ko'rib turamiz. Qizimiz qancha ishlaydi, necha foizga ishlayapti? Mana bu yerda foizlari ko'rinib turibdi. Qancha ko'p mehnat qilsa oylik ko'tariladi. Avtomatik ravishda mana bu qo'shadi foizini. Oylik qo'shilib bo'laveradi. Shu sharoitlarni qilganmiz. Endi mana bu liftdan tushadi. Endi pastga qarab ketaveramiz. O'sha tevada ko'rgan pichilgan mahsulotlar tushgan anaqa. Mana o'sha yerda nomer qo'ygan mahsulotlar tushishni boshladi. Mana hozir tikishda cho'ntagida nimasini qilyapsa? Cho'ntagida zagotovka qilishyapti, chekkalar bukilyapti. Mana bunaqa holatda avtomatik ravishda o'zi bukib beradi mashinamiz. Opa, mana qarang, qancha oylik olasiz? Qancha oylik olasiz? Mana hozir ayting, to'g'risi bilan kameraga qarab gapiring. Bir oyda qancha oylik topyapsiz hozirgi kunda? Hozirgi kunda qancha oylik oldingiz? boshida 5 milliondan o'tardim. 5 million, 5,5 million, 6,5 million. İşga qarab, qancha ish ko'p bo'lsa, o'shancha ko'p oylik olaverasiz. Harakatingizga bog'liq. Qanchalar oylik olyapsiz? Bu vaqtda berilyaptimi oylik? Oylik olamiz. Bu safar 20 kunda oldik. Endi 15 kunga olishga harakat qilyapmiz, xudo xohlasa. Oyliklar ham yaxshi ekan. Qancha oylik oldingiz oxirgi marta? Oxirgi marta 8 million 700. 8 million 700. Mana shu oyda 20 kunda, 20 kunda shu oylik oldingiz. Mehnatga o'rnatib olyapsiz. Yo'q, og'ir mehnat yo'q. Mana hamma yo'q apparat ekan, yuring, nariga ko'rsatamiz. Mana endi mana bu yaqinda Xitoydan keltirdik. Yangi mashinamiz mana o'zi cho'ntakni, yon cho'ntakni ochib zamok o'rnatilyapti.
Aha. Mana qizlarimiz tikyapti, mana zamolar tikilyapti, zamolar qo'yilyapti. Ha. Faqat operatsiya qilinyapti. O'sha zavoddan tayinlangan mashina Farg'ona uniform tekstil yozilgan. Hatta Xitoydan kelgan shu zavoddan maxsus qilingan mashina. Mana Hatto ish bilmaganlarga o'rgatib o'rgatamiz. Mana qarang, oddiy knopka bilan boshqarilyapti. Qo'ydilarlar knopka bilan. Avtomat o'zib keladi. Mana endi yuraveramiz bolalar. Mana bu yerda mashinalar, spes mashinalar, shimlari cho'ntaga o'rnatilyapti. Yaqinroqdan ko'rsating. Bu yoqda. Aha. Mana Bu tomonlarda ham. mana. Yaqinroq borib. Mana hozir shimga to'g'ri bering. Mana shimga mana cho'ntag o'rnatilyapti. Arqa shimga cho'ntagi. Arqa shimga cho'ntagi tayyor mana. Siz maxsus Hamma yo'q, apparat deganda apparatda. nazorat qilsa bo'ldi. Nazorat qilsa bo'ldi. Uni qo'yasiz. Mana yana bitta qizil narsaki, qarang. Qizil narsaki kelgan kostyumlarga zamol. Ha. Oldi zamollar. Ha. Mana, Zamollari. mana qarang. Zamol o'rnatish qarang. Zamol. Bunda hozir 4 ta chevar qiz ishlari bor. 4 ta odamni ishini hozir bir kishi qilyapti. Mana bu yerdan o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Sizga ko'rsating. Mana ko'ring. Sidaxon, yaqinroq keling kameraga. Shu yerda ishlayapsiz. Oyliklar qancha olyapsiz? 4 yildan beri ishlayapman. 9 million 200 oldim. 9 million. Oylari ham juda ham Necha kun oylik olyapsiz qizlarim? Bir oyga yetmasa 20 kunda ham olamiz. 20 kunda. O'z vaqtida berilyapti. Vaqtida beryapti oyliklarni. Boshlig'imizga rahmat. Transportlar bor, Olib borib olib keladi, ovqatlar yetdi. ishni barcha kelib o'zi o'rganganmiz so'fi. Ishga kelganman, boshliq o'zi o'rgatgan menga. Kelaverasizlar, xudo xolasa, ishni ham o'zlari o'rgatib, mana 9 million so'm oylik olishadi ekan. 20 kunda endi. 20 kunda. 20 kunda. Bir oy to'liq ishlaydigan bo'lsangiz, batda oyliklar qilgan mehnatingizga qarab ko'tarilaveradi. Bu yoqqa yuramiz. Shunaqa? Mana endi tikuv sexiga yuramiz. Mana hozir qarang, bizning mahsulotlar edi-ku. Mana tevadan tushgan mahsulotlarimiz liftdan tushib keldi mana bu. Ha. Mana. Liftdan tushib keldi. Ha. Liftdan tushib keldi. Buni qizlarimiz bor, maxsus qizlarimiz bor. Ha. Oladi, ishni ta'minlaydi. Endi bir yoshdan ketaveramiz. Ha. Gapirib ketaveramiz. Yuring. Mana bunaqa qilib, mana ishlarimiz mana qarang, har bittasini o'zini detali bo'yicha, o'zini detali bo'yicha qo'yib chiqadi. Nomerlangan, tayyor ishchilarimizga beradi. Va ayol qizlarimiz spesial buni olib, alohida detali bilan qo'yadi. Chunki chevar qizlarimiz olib bittasi ham qiynalmaydi. Bittasi ham Qiynalmaydi. O'zini ishi bor mana, qarang. Ko'raveramiz. Assalomu alaykum, homiylar. Mana ko'rib turibsiz. Har bitta qizimiz o'zini ishi bo'yicha, o'zini detali bo'yicha o'sha karta bilan keladi. Mana har bittasini oldida monitorlar bor. Monitorda ko'rsatib turadi. Ko'rsatib turadi. Nechasiga qancha oylik oladi. Tushunarli. Mana haligi tevada shimlarimiz, mana cho'ntak qo'yilgan shimlarimiz. O'sha ularga mana qarang, ikkinchi cho'ntaklar qo'yilib, o'sha shimni yarim tayyor. Yarim mahsulot tayyor. Yarim mahsulot tayyor. Chunki qizlarimiz konveyer sistema ish o'tib kelaveradi. Xo'p, Shanazoxon qancha oylik oldi oxir marta? Oxirgi marta 5,5 Kameraga qarab. 5,5 million. 5 kunda? 20 kunda. 20 kunda. Oylar o'z vaqtida berilyapti. Ha, beriladi. Qayerdan kelasiz to'yinki? Quvadan kelamiz. Sharoitlar yaxshi. Mashinalar vaqtida olib borib kelyapti. Ha, borib kelinadi. Xo'rasa yaxshi. Sharoitlar zo'r. Bismillah, Nazoxon. Aha. Tafsilotlarni tanishtirib qo'ysangiz. Alaykum assalom. Oyliklar necha oldingiz oxirgi oylikda oqa? 4 million 200 ming oylik olganman. Eng baladi bilan necha olgansiz oqa? 5 million 200 ming, 5 million 400 minggacha olganman. Endi asosan qilgan ishingizga olar ekansizlar, ishlar, daromad. Bizda nima, har bitta tikkan operatsiyamizga pul to'lanadi, har bitta donasiga ish boy bo'lib
hisoblanadi. Vaqtda berilyaptimi o'ylayman? Albatta beriladi. Undan tashqari bizda un yog' beriladi. Har oy oyma-oy olib boramiz. Beriladi. Ehsonlarimiz bor. Qaysi shahardan kelishdingiz opa? Shu farg'onalikman. Ha. Kelaverasizlar, mana sharoitlar xudo xohlasa zo'r. Tavsiya qilamiz. Mana bu bilan Yozovondan keladi. Opamiz Yozovondan mana. Yozovondan keladi. Mana ishlarni qarang, mana Yozovon. 50 kilometr bizlarda. Ha. Yozovondan keladi. Mana naryoqda ham ko'rsatib Ketdik, beraylik bo'ldi. bo'lamiz. Mana Bat endi xudo xolasa o'sha biz Tivada ko'rib kelgan nimalarimiz, ishlarimiz tayyor mahsulotlari mana bitib chiqdi, xudo xolasa. bu upakovka bo'lishi Upakovka tayyor. Ha? Upakovka tayyor mana. Ha. Xudo xolasa kostyumlarimiz hammasi bo'ldi. Endi qarang, bu kostyumni ham avdan chiqqandagi shunday korobka solinmaydi. Bizning maxsus kontrolyorimiz bor. Aha. Tekshirishadi, nazorat ostida qilishadilar. Mana bizni haligi nima deydi, начальник kontrolimiz Ziyoda opamiz mana bu yerda qo'lidan chiqqan mahsulot, sexdan chiqqan mahsulot birinchi bo'lib bu yerda qo'liga tushadi. Aha. Bu opamiz nazoratni olib, hamma choklarni ko'radilar, tekshiradilar. Bu yerda qo'ldan chiqqandan keyin qadoqlashga beriladi. Mana o'shaning uchun hurmatli ayollar, mana hozir keyin yoritishdik. Mana o'zimiz to'g'ridan to'g'ri har bitta ishimizdan so'raydik, hech qanaqa bu yozilgan, boshqa qilinmagan. Yozilmagan, mana bizda sharoitlar yaratilgan, hamma sharoit mujassam. Bir mahal ovqat beramiz, hamma yo'nalishga transportlar qo'yilgan. Oyliklarimiz o'sha 20 kun, 25 kun, bir oyga shu oylik olinadi. Endi xudo xolasa yangi yana plan qilyapmiz. Mart oyidan xudo xolasa inshaalloh har 2 haftada oylik beramiz. Har 2 haftada oylik. Chunki eksportimiz ko'payyapti. Hozir 20 ming bo'lsa, o'sha 40 mingga o'tyapmiz. 40 ming o'tgandan keyin har bitta ishchilarimiz o'sha xudo xolasa inshaalloh har 15 kunda oylik olishadi. Hozir Farg'ona viloyat bo'yicha moshina qo'yilgan. Viloyat bo'yicha mana Uzag'i Oltiariq bo'lsa, bag'i Quva Andijon chegarasiga bo'ladi. Andijon chegarasiga. Bag'i Marg'ilon, Ovol, Arsiq, Quva ham olinadi. Shahar vaqti ro'za hozirgi kunda hozir paytda buni Ramazon oyi paytlarida biz shunday sharoit yaratdikki, qizlarimizga 8 dan 4,5 gadir. 8 dan 4,5 gadir shu sharoit yaratdik. Ramazon oyida uchun shu sharoit yaratdik. O'zi asli ish vaqtimiz o'sha 8 dan 5 gadir. 8 dan 5 gadir. Hamma sharoit mujassam. Ishga hammalarni taklif qilamiz, kelinglar, xudo xolasa telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Farg'ona shahar Kirgilik mavzesidan video murojaat qilyapmiz. Attest oldida telefon qilib kelaverasizlar.